Assalomu alaykum Ko'chma do'kon kanali a'zolari. Mana navbatdagi zakasimizni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shaharga tayyorlab berdik va o'sha egasiga yetkazib berish ishlari olib borilyapti. Kun sal kech bo'lib qoldi. To'liq obzorlarni o'sha qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taman. Bu o'sha muzqaymoq sotishga mo'ljallangan do'kon. Ikkita deraza qo'yganmiz, oldida va yon tomonida. Bunga masalan bu tomoniga lavash sotish, shunaqa fast food sotishga qiladigan bo'lsa, u tomondan o'sha moroji sotishga ham qilsa bo'ladi. Mana ko'rsatib o'taman. Mana bu tomonda ham deraza, bu tomonda ham deraza. Shunaqa o'sha xaridorimizning xohishiga qarab shunaqa universal do'konimizni tayyorlab berdik. Buni o'sha tashqi fasadi ham juda ham o'sha chiroyli chiqqan va o'sha yangi stilda qilib tayyorlab berilgan. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ko'chma do'kon qidirib yurgan yoki shunaqa biznes boshlamoqchi bo'lganlarga ko'chma do'konlarimizni tavsiya qilaman. Mana ancha qurilganlari ham bor yoki o'sha zakasizga qarab, o'zlaringiz xohishlaringizga qarab qurib berish xizmatimiz ham mavjud. Keyin yana o'sha ko'plarda savol bo'lyapti dastavka xizmati haqida. Dastavka xizmati Kattaqo'rg'ondan, endi o'zi ishlab chiqarish seximiz, mana seximizdan 150 kilometr uzoqligigacha dastavka xizmati bepul borib o'rnatib berish hammasi ichida. 150 kilometrdan ziyodiga esa kelishgan holda yetkazib beramiz. Ma'lumotlarim hammaga tushunarli bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling. Hali bundan ham zo'r, bundan ham o'sha ko'proq ma'lumotlarni berib boramiz. Mana do'konimizni ham o'z egasiga yetkazib beryapmiz. Nasib bo'lsa borgandan keyin ham syomkalarimizni davom ettiramiz. To'ylarga, yaxshi kunlarga xizmat sog' bo'lingizlar. Yaxshimi? Xizmat bo'lsa bizga tayyor. Oqsoq akamizga katta rahmat, ishlariga omad. Aytganimizdan ziyoda bo'libdi. Bundan buyog'iga ishlarga boshlaymiz. Qaraymiz. Kimni niyati bo'lsa, marhamat Maqsud akani yo'llariga kelib, zakaz qilib, bemalol ko'rib ishlarini ko'ngillagidek qabul qilib bo'lsinlar. Katta rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling, yaxshi kunlarga. Katta rahmat.